Ota-onamni g'iybat qilardim. O'sha kungi majlisning asari hali qalbimizdan ketmadi. Mana hozir Shomga ketyapmiz. U yerdan chiqib Xurosonga, so'ng Mavoroun-Nahrga boramiz. Bizning oldimizda ota-onasini xotirlagan yoki ular bilan yurganlarni ko'rib qiblagohimiz, oyoqlari osti jannatlarimizni eslaymiz. Ko'zlarimiz yoshlanib, o'zimizni xuddi shamollagandek ko'rsatamiz. Dastro'molchalar bilan ko'zlarimizni artib, yo'l ta'siri degandek ifoda qilamiz. Ammo qo'limizdan ularning haqlariga duolar qilish va yig'lash keladi xolos. Ota-onamiz vafot etgan, ularning haqqiga har kuni 5 vaqt namozda duodamiz. Ular ilm olishimiz uchun duolar qilgan va sharoitlar hozirlagan, o'zlariga xizmat etishimizni istagan holda din, butun musulmonlar uchun g'ayrat ko'rsatishimizni buyurgan zotlar. Koshki tirik bo'lsaydi, yana qo'l va oyoqlaridan o'psaydik, yonlarida bir muddat o'tirib, dunyoning g'ala-g'ovurlaridan bir dam tin olib sururlansaydik, yana bir bor duolarini eshitsak, kulib boqqan ko'zlarini ko'rsak. Xayollarimni bir tojir buzdi. Sizlarga buyurtma bergan edik. Yukimiz kelgan bo'lsa olib ketsak bo'larmikan deya kelgandik. Uning mahsulotlarini berib yuborgach, bu yerdagi mahalliy tojirlar bilan uchrashdik. Chunki sarmoyalarimiz bor va ishlar qanday ketayotgani bizga qiziq edi. Shu taqlid ancha vaqt o'tdi. Qancha ilm darslari, qancha tijoriy suhbatlar, necha jang ko'nikmalari insonlarga ulashildi. Bir kuni ko'p odamlar bir ilm dargohida g'iybat qilayotgani, natijada o'rtada tortishuvlar bo'layotganini eshitdik. Bordik. Haqiqatda to'planganlar ko'p va 2 yo 3 ta bo'linib so'zlashmoqda. Tortishuvlarda o'zaro hurmat sezilmaydi. Bizning kelganimizni bilishgach, hamma tinchlandi. Sukunat boshlandi. Abdulloh yig'ilganlarga bir qo'r nazar tashlab qisqa gapirdi. Sizlarning ilm uchun g'ayrat qilib, to'planib, bahs-munozara qilishingiz naqadar go'zal. Ammo e'tibor qaratadigan jihatlaringiz bor. Shularni to'g'irlasangiz, eng qisqa zamonda olim bo'lasizlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam va muborak sahobalarimiz odatlaridan biri shunday edi. Ulardan bir kishi so'zlar, qolganlar eshitar, keyin boshqa bir kishi gapirar, o'zgalar tinglardi. Aralashib yoki hamma o'ziga yaqin o'tirgan bilan suhbatlashib o'tirish nomusulmonlarning odatidir. Sizlar biringiz so'zlaganda boshqalaringiz eshitadigan bo'ling. Sunnatni, go'zal odob va odatni o'zlashtirib oling. Yana alohida suhbatlar g'iybatga olib keladi. G'iybatning gunohi haqida yaxshi bilasizlar. Eng kamida g'iybat qiluvchining savobi g'iybat qilinuvchiga o'tkaziladi. Jamiyatdagi bundan boshqa g'iybat ortidan keladigan buzilishlarni sanamasak ham bo'ladi. Bu illat hatto davlatlar orasini buzib yuboradi. Agar men shu ishga ahd qilsaydim, ota-onamni g'iybat qilardim. Chunki savoblarimga eng haqdor ulardir. Savoblarimning begonaga ketishini hech istamasdim. Keyin duo qilib tashqariga chiqib ketdi. Ortidan ketyapman u nuqul tafakkur qilaman. Ustoz ko'rgan inson bilan o'z maqomiga yo'rg'alayotgan, qo'liga tushgan kitobni o'qib, boshqa asarlarni o'qimasdan yoki bor ma'lumotni ushlab olib, qolganini tan olmasdan yurganlarning orasida qancha farq bor. Bizning zamonimizda hadisi sharifni rivoyat qiladigan muhaddislar hatto fiqhga aralashmaydi. Arabchani yaxshi bilmaydigan, sahobalar hayotini, ilmlarni tuzuk o'rganmaganlar hatto oyati karimadan so'zlamaydi. Ish qilib, kelajak avlod buzilib, o'zini aqlli hisoblab, qo'rqmasdan Qur'oni Karimdan oyati karimalarni o'zlaricha tushunib, aytib yurmasa bo'ldi. Yana bo'linib, hamma suhbatlarini har tarafga tortmasaydi. G'iybat qilish urchimasaydi. Ertamiz egalari ham ota-onasi g'iybatga eng haqli ekanini bilsa, g'oyat go'zal kelajak bo'ladi inshaalloh.